Assalomu alaykum, xayrli obed. Bitta savol bilan ozgina o'zim ham qiziqaman. Masalan, oldingi vaqtlarda budjetda 50-60 yillar ilgari hozirgidek kasalliklar bo'lmagan bo'lisam. Hammasi bo'lgan aslida. Masalan, osteoxondroz bo'lmaganmi? Bizning tilda aytishgan, shu xalqona tilda aytishgan tuz deyishgan. Protruzia bo'lmagan yoki grija bo'lmaganmi? Sidalishning nerv qilishi bo'lmaganmi? Hammasi bo'lgan. Lekin hozirgi qilayotgan preparatlar u vaqtda bo'lmagan odamlar qanaqa tuzalgan? Nima deb o'ylaysiz? Oldinlari xalqona usuldan nimaga ko'proq foydalanishgan? Hozirgiga nisbatan ancha aqlli bo'lgan odamlar. Hozir juda ham biznesga pulga ruju qo'yildi. Dori biznesi yana ham kuchaydi. Firmalar ko'p, undan kelib tushadigan foyda yaxshi. Oddiy usullardan qochiladi, o'sha dorilardan, o'sha klientskiy bazani yo'qotib qo'ymaslik uchun, tezroq unga shifo bo'lishi uchun shu dorilarni nazначить qilishadi. Yeyotgan ovqatinglarga razm solasizlarmi? Uni ichidagi musor emas, ichiga kimikatni bundoqda solib ichmayapsizlarmi? O'zingizga dori preparatni qabul qilayotgandan oldin qaranglar, ahamiyat beringlar. Hamma narsani ham to'g'ri deb qo'lga olib ketavermanglar. To'g'ri deb dorini ichib ketavermanglar. Organizminglar bu sizlarniki, sizlarga xizmat qiladi. Qancha uzoq xizmat qilsa, shuncha sog', shuncha tabiiy bo'ladi. Imkon qadar tabiiy narsalardan foydalanish kerak. Og'riq bo'ldi degani bo'ldi, borib sirazi dori qo'l vaqtinchalik bo'ladigan dorilarga ishonib qolish kerak degani emas. Fizkultura, mana fitness sentrlar bor. Juda ham yaxshi. Shunaqalardan foydalaninglar ko'proq. Farzandlaringizga kecha bo'lmasa uqalatinglar, o'sha og'riq bo'lgan joyiga. O'sha spazm bo'ladi, shu spazmni qo'yib yuboradi, shu massaj o'zida ham, shunchaki uqalagan o'zida ham qo'yib yuboradi spazm. Tanamizni o'zi energiyasini kurashishiga ozgina yo'l qo'yib berish kerak. Masalan, shamolladimi, ozgina yo'l qo'yib beringlar. Suyuqlik ichib turinglar, issiqroq kiyininglar, yaxshi yeyinglar, suyuq ovqat ko'proq ichinglar. Mana shunaqa mushak holati bilan bog'liq muammo bo'lyaptimi, oyoq og'riyaptimi, ozgina qo'yib beringlar. O'zi energiya manbai, o'zi kurashadi. Har bitta organizm o'zini energiya manbai bo'ladi. Uni biz kimyoviy dorilar bilan pasaytirib boraveramiz. Biz bloklovchi, vaqtinchalik to'xtatuvchi, og'riq qoldiruvchi, bo'shashtiruvchi dorilarni olamiz. Ertaga nimaga xotiram past, nimaga unaqa bo'lyapman, nimaga narsalarni yashay olmayapman, nimaga zreniam past, nimaga mana bunaqa rak bo'ldi. Hamma narsachi biz bilar bilmas ishlatayotgan dorilarimizdan kelib chiqadi. Shuning uchun ozgina organizm o'ziga tashlaydi, faqat uzoqroq tuzalanadi, lekin tabiiy tuzalish bo'ladi.